Abi televizorda bir yoqinglarchi, oddiy savdosiga bir qo'yinglarchi, nimadir bo'lyapti chamamda-da bir. Ha, bo'ldi mana. Tavallud ayyomlarini nishonlayotgan yana bir yurtdoshimiz Xolmirzayev Qodir akamizni yubileyi 50 yoshlari bilan tabriklab qolamiz. Hurmat bilan kuyovlari Nuriddin, sinfdoshi Po'lat. Kim qo'ydirdi ekan buni? Yaxshi narsa qildi lekin. Rahmat kuyov, rahmat. Это здорово. То же самое могу сделать с 10-долларовыми банкнотами. Yubileyda Svetusha elektrisiy telefon qilaylik. Boring qilingchi, hal qiling shuni. Uramanda hozir. Hal qiling shuni. Apamni yo'lda ketgan ekan. Yonidan bir kavaz apamni o'tib ketdi. Ya mendan zo'r bor, qarang. Apamni osh qilibdi. Go'shi yo'q ekan, nima qilishini bilmabdi, shap ishtonni yechibdi-da. Bozorga boradigan ishtonni kiyibdi. Bozorga borsa, bozorda ham yo'q. Endi nima